Diqqat aholiga tezkor muhim xabar. 24-oktyabrdan O'zbekistonda ob-havo o'zgarishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertangi kun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahri havo biroz bulutli, vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 11-13, kunduz 26-28 bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati. Havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-8, iliq, kunduz 21-26 bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 23-28 bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 25-30 bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 25-30 bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 23-28 bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlari havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 18-23 bo'ladi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.